Pirimqul Qodirov "Ona Lochin vidosi" tarixiy roman. Toshkent yoshlar matbuoti. Qahramonning Ona Lochin deb atalishi bejiz emas. Kitobni o'qish jarayonida uning Temuriylar saltanatida yorqin iz qoldirgan, ma'naviy dunyosi boy, aql-zakovatda zamonning eng peshqadam ayollaridan biri bo'lganiga ishonch hosil qilamiz. Zarur chog'larda qattiqqo'l, lekin vujudi ipakdek mayin va mehribon Gavharshod begimning Temuriyzodalarni tarbiyalash, navqiron iste'dodlarni kashf etish, ularni mehr-muruvvat bilan onalarcha parvarishlash singari fazilatlari, ayniqsa Mirzo Ulug'bek, Husayn Boyqaro va Alisher Navoiy bilan bo'lgan munosabatlarda yorqin gavdalantiriladi. Ona Lochin vidosi, Gavharshod begim obrazi badiiy adabiyotda bu qadar keng va atroflicha gavdalantirilgan dastlabki asardir.